ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أصدقائنا ورقاب أزواجنا ورقاب أولادنا من النار العظيم. Parvardigor qo'lingan oyat kalimalardan yozilgan dasturxonlardan hosil bo'lgan savoblarni avvalo Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ruh poklariga, ashabi kiromlariga, ahli baytlariga, jami' o'tgan ahli islomlar, ahli iymonlarning ruh poklariga va bu o'rinda duoga qo'l ochib turganlarimizdan, bizlardan umidvor bo'lib o'tganlarimiz va bu baytingni bu holatga kelishligida sababchi bo'lib o'tganlar va bu dargohlarda avvalda ibodatda o'tganlar va bu tahoratxonalar barpo bo'lishligida xizmatda turganlardan, hissa qo'shganlardan, barcha hissasi qo'shilganlardan umidvor bo'lib yotganlarning ruh poklariga baxshanda qildik. Parvardigor olam barchalarning yotgan joylarini kalomiy nuri bilan ado qilinajak ibodatlarning nurlari bilan Parvardigor olam munavvar qilgin. Parvardigor olam bu go'zal dargohni avvalo bu masjidga, masjid qo'miga, mahallaga, tumanimizga qutli muboraklik qilgin. Bu joyda ibodat qilayotgan, tahorat qilayotgan azizlarimizni barchalarini, amallarini Parvardigor olam dunyo va oxiratlar uchun manfaatli qilgin. Bu ibodatlaridan hissa qo'shganlarga ajrlarni, savoblarni, amal qiluvchilarni amalidan kamaytirmagan holatda yetib kelishligini nasib qilgin. Parvardigor olam xalqlarimizni, jamoatlarimizni baytingga bo'lgan muhabbatlarini, ibodatlaringga bo'lgan muhabbatlarini yanada ziyoda qilgin. Bu muhabbatlarini axloqlarida davom etishligini nasib qilgin. Bu muhabbatlarini seni jamolingga, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida birga bo'lishlikka, o'zini shafoatlariga sazovor bo'lishlikka bois bo'lishligini nasib qilgin. Parvardigor olam yurtimizni tinchlik, omonliklarini bundan ziyoda qilgin. Tinchlikka, osoyishtalikka xizmat qilib turgan barcha mutasaddi rahbariyatlarimiz, hokimimiz boshliq, barcha qolgan yonboshlari, yurtboshimiz taraflaridan va o'zini atroflarida turgan yonboshligilar barchalarini Parvardigor olam o'tkazayotgan vaqtlarini ibodat ma'nosida qilgin. Yurtimizda bu masjidlarni singari, bu tahoratxonalarni singari ibodat maskanlarini
avliyolarni maskonlarini qanchadan obod qilinyapti. Parvardigor olam nomiga amallarida ajrlarni, savoblarni bisyor bo'lishligi, manfaatli holatda jamlanishligini nasib qilgin. Zurriyotlaridan o'zlari o'ylagandan-da ko'ra salohiyatli zurriyotlar chiqishligini, qiyomat kunida jamolinga Nabiy sallallohu alayhi vasallam shafoatlariga yetaklab boradigan nurdan toj kiydirilgan avlodlarni uzotlarimizni zurriyotlardan ham chiqishligini nasib qilgin. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aziz mehmonlar, sizlardan iltimos qilamiz, yangi tog'oraxonamizga borib bir qo'llaringizni yuvib, o'sha joyda bir xizmat qilganlarga yana bitta duo berasizlarmiki, hammalaringizga javob beramiz. Allohu akbar.